Skorskiga qirtillab yoki tiralib tushdi. Ikkita sababi bo'ladi. Birinchisi sepni yaxshi ishlamasa yoki yaxshi ajratmasa, ikkinchi sababi korobkamiz ichida sexanizator degan narsalari bo'ladi. Shu narsalar ketib qolsa ham skorslarga qirtillab yoki tiralib tushib qolishi mumkin. Nexia 2.6 mashinamiz. Buni ham qirtillab, ham tiralib tushgan. Sexanizatorlarni ko'ryapsizlar, shularni yilib qo'ygan. Ariqchalarini yeb qo'ygan. Bu eskisi. Bu yangisi. Sexanning holati shunaqangi bo'ladi. Hozir men sizlarga farqini ko'rsatib beraman. Hop, ish bilan sexanizator darasida zazor bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsizlar zazorda. Bu eskisida zazor umuman qolmagan. Hozir buni chotka qilib yuvib, mayda shu detallarigacha tozalab oldik. Endi chiroyli qilib yig'ib bersak bo'ldi.